O'tgan safar ushbu yonimda turgan S seriya TMS apparatimizga e'lon qilgan aksiyamizdan so'ng bizga juda ham ko'plab mijozlarimiz murojaat qilishdi va ularning aksariyati ushbu apparatimiz va juda ham ko'plab joylarda o'rnatilgan M seriya TMS apparatimiz o'rtasidagi farqni so'rashdi. Shuning uchun men hozir ushbu ikki apparat o'rtasidagi farqlarni qisqacha tushuntirib o'taman. M seriya TMS apparatimizda asosiy stimulyatsiya qismida alohida ekrani bor va bu yerdan barcha protokollar va asosiy parametrlarni boshqarish mumkin. Suyuqlik bilan sovutish tizimi esa alohida blokda chiqarilgan va bu yerda ham asosiy parametrlar qo'shimcha ekranda ko'rinib turadi. S seriya TMS apparatimizda esa sovutish tizimi stimulyatsiya qismi bilan birga ishlangan. Asosiy parametrlarni ko'rsatuvchi ekran bo'lsa ham, bu yerdan parametrlar va protokollarni boshqarish imkoni yo'q. Lekin shu bilan birga, narx jihatdan ancha arzon turadigan S seriya TMS apparatimizda nerv o'tkazuvchanligini kolичествini aniqlash uchun MEP qurilmasi o'zining ichida ishlangan. Boshqa parametrlar, katushka, magnit kuchi, ishlatish interfeysi va asosiysi bemorga beradigan ta'siri jihatdan bu ikki apparat bir xil. Hozirda ushbu ikki apparatimizni ham katta chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Har doimgidek, apparatni texnik va klinik o'qitish, 2 yil kafolat va servis xizmati mutlaqo bepul. Izohga TMS deb yozing va biz siz bilan bog'lanamiz.